var. Kimni so'ramang, Moskva ipodrom, Bishkek ipodrom, Emirat ipodrom. Ipodrom yuraverib bizga borish yo'q, kelish yo'q. Yaxshi ham texnikamiz yaxshi rivojlangan. Hammamiz uyimizda telefonlarimiz bor. Ba'zi birlarda qo'llarimizda telefon bor. Hay sog'inganda qo'limga qilgan qo'yishadi. O'sha sog'inganda bir-birimizdan hol-ahvol so'rashib turamiz. Allo, yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Voy o'rganib ketaysizlar. Hozir sizni o'ylab turuvdim. Ha. Voy ha. Opa sizni zakazingizni olib kelganmanu? To'g'ri kelmaydi? Voy x yana. Odamimiz bir chet ellikda biram ixcham u yoqda 8 ta 9 ta x yana olib kelsam biz ayollarga to'g'ri kelmaydi. Voy chet ellik ayollarni ovqat yeyish bo'lsa xudoyo. Bir bola avtomati bor. Yumshoqni tak etsa qoqilib beradi. Kechgacha suqalaydi. Biz ayollarni ovqat yeyishidan aylanay. Voy chet ellik kelgan ovqatdan aylanay. Hamma to'yi ayollar egalladi. Ertalabki osh qoldi olinmagan. Opa men telefonni pul yozib beradi. Ertaga o'sha uchrashamiz. Salomatlik hamlar, qudalarni, kelinlarni chandamaydilar. Qarindoshlar bir bahonada yangi bahonasida o'tiramiz. Orada tug'ilgan kunlar ham bo'lsa kerak. Bo'ldi, o'sha uchrashamiz. Mana kim oldilar. Xudoga shukr, ko'rsatganiga shukr. Anchadan beri uchrashib yurgan qarindosh urug'lar nimalarni gaplashardilar. Esanmisiz, omonmisiz, eson-omon yuribsizmi, qo'ni-qo'shni yaxshimi? Voy baland qo'yadigan artistlar quloqni ham qotiradigan, ana undan ko'ra baqirib gapiramiz. Qizingizni uzatmasmi? Uzatmadingizmi? Qiz bolani olib o'tirib bo'lmaydi. Joyingizda tekin belgi degan gap bor, uzatib oling. Sizlar yangilikni eshitmadinglarmi? Televizorni ko'p ko'rasizlar, eshitmadinglarmi yangilikni? Xudo xohlasa ham eshitmadingizmi? Voy orqada qolib ketibsiz-ku. Ana televizorga chiqadigan bitta artist bor-ku, yoshiga o'ylamagan. Voy nimaga g'iybat qilaman? O'sha artistlarni akamlarni bojalarni ukasini sirdosh o'rtoqlari o'zida o'zini eri bo'ladi. Degan gaplar bilan ba'zida. Mana shu ayollar ko'p joyda shunaqa hayajonlanma. Qaltirog'im hali ham bosilgani yo'q. O'tirib olib, allaqachon boshlaganmisiz bola? Artistmish dedingiz ichingizda. Aylanib ketaylik, lekin biz o'zbek ayollarimizni g'iybatlari beqimor g'iybatlar. Jajji farzandlarimizga tarbiya berayotganimizda, voy odamlar nima deydi, qo'ni qo'shni nima deydi deb tarbiya berayotganimiz, shunaqa beqimor g'iybatlarimiz bor bo'lsin degan holatda mana shu birinchi stuldan boshlamoqchiman. Mana shu birinchi stulda nazarimda Kamolaxon qarindosh o'g'illari hamda qaynona qaynbo'ylari. Kamolaxonning nechta qaynagachisi bor? Nechta? Bitta. Qanalar? Ketdilar. Bu yoqqa kiyingan ketishgan. Kelishadi. Xo'p, o'g'illari Barnoxon boshligida. Barnoxon ham xizmatda bo'lsa kerak. Barnoxon qaynagachingiz bilan keling bu yoqqa.
joylarga alla bola bilan beshiklarni ustida allalar aytishlik nasib qilsa deb Allohdan so'raymiz. Barnoxon hamda qaynisingizmi, qaynagachingizmi keling bu yoqqa. Akajonim Farhodjonga va singlim Kamolaxonga uzoq umr, baxt tilayman. Baxtli bo'lsin, qo'sha qarsin. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Ukamga, Farhodjonga, singlim Kamolaxonga baxt tilayman. Hamisha sog'-omon bo'laveringlar. Kamolaxon, mana shu opa-singillar kelganda, quda andalar kelganda, ammaxonalar kelganda yuzingizda tabassum bilan tansoq ovqatlarni qilib, maydalab qalin qavilgan ko'rpachalarni soling. Oningiz qilgan ko'rpachalar. Hozir kelinlarga hayronsan, nuqul kuyovni ko'ndoshiydi, o'zinikini o'rab qo'yadi. Qatga borsam tayinlayman. Shoh qo'shiqlarimiz sizlarga. Emas. Hurmatlari bilan sekin-sekin mana bu hammasi, mana bu xolasi deb tanishtirib, keyin davraga chiqargan ayollarimiz yig'ilishgan. Hozir mana shu Kamolaxonni xolajonisi, O'lmasxon opa qanisiz? Xurshidxon qanisiz? Bu yoqqa kelinglar-chi. Kelinglar. Asosiy sizlar uchun mana shu davralarimizga san'atkorlar bilan o'tkazishni orzu havas qilib chaqirishgan. Shuning uchun ham hozir sizlarga so'z beramiz. Jiyanilarga, Farhodjonga yaxshi niyatli istaginglar. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bugun Kamolaxon hamda Farhod beylarni chaqirishni mas'ulida o'tiribmiz. Ularga birinchi o'rinda sog'lik, baxt, sihat, salomatlik, oilaviy xotirjamlik tilab, hamisha shunday yaxshi hayot kechirishlarini tilaymiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar hammalarga. Shu fursatdan foydalanib, yoshimizga Farhodjon hamda Kamolaxonga uzoq umr, sog'lik, sihatlik, salomatlik, oilasida tinch, totuvlik, mehr-oqibat tilayman. Yana keyin Xudo xolasa shu paytlarga o'g'il farzandli bo'lishlarini tilab qolaman. Onasini xizmatlarida doimo o'ynab kulib, baxtiyor bo'lib yursin. Rahmat. Ha, qani chiroyli qo'shiqimiz. Endi shoshmanglar.
Sizga qirchillama bo'lganingizga shukr. Shunaqangi bir davralarda duogo'y bo'lib, davralarimizni fayziga fayz kirgizib yuringlar. Aylanib ketasizlar, ha? Mana shu men yuqorida aytib o'tdim, mana chaqiruvlar, qarindosh urug'lar bir-biri bilan diydor ko'rish bilan birga ichida tug'ilgan kuni bo'lsa kerak deb qistirib o'tuvdim. Haqiqatan ham Gulmiraxonni kechagina tavallud kunlari bo'lgan ekan. Mana shu davramizga Ro'zaxon bilan Nodirjonni davramizga chorlaymiz. Nodirjon hamda Ro'zaxon keling bu yoqqa. Mana shu ajoyib Gulmiraxonni tavallud kunlari bilan tabriklab, chillaxonalarda sovg'alar topshirishmoqchi. Qani kelinglar. Kelganlaring uchun rahmat. Men bugun Karimjon akam bilan Samatxon opamga kattadan katta rahmat aytmoqchiman. Chunki dadamiz yo'qligini bildirmasdan uni birinchi bo'lib boshlab berdilar. Rahmat katta, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qo'sha qaringlar, bola chaqalaringni orzu havasini ko'ringlar. Bundan tashqari men bugun yangi qudalarni ham tabriklab, ularga sihat, salomatlik, yo'ldosh bilan uzoq umr ko'rishlarini. Bundan tashqari bugun ruslarda bitta poslovica bor. Лучше поздно, чем никогда. Bugun men Gulmiraxonni tavallud kunlari bilan tabriklab, ularga uzoq umr, sihat, salomatlik tilagan taqdirda kichkinagina sovg'amizni bermoqchiman. Shoshmang. Gullarni olib turinglar. Qani videochi yaqinroq keling, videochi. Oldin hamma ko'rib qo'ysin. Brilliant ko'zli o'zinglarni sovg'a qilishlarini. Nodirjon ota boshi bo'lib o'ynalib keting. Qo'llariga taqqanlarni ko'raylik. Video. Yaqinroq qo'llariga taqib qo'ying. Bir-biriga bilan oqibatli bo'lib yurishni nasib qilsin. Sig'masa narga qo'ying.
Nurlar o'zingga to'la ekani aylanib ketdi. Ha, endi guldastani menga berasizda. Mana shu Xudojoningiz bilan Nodirjon, yo'qda qizimiz Ro'zaxon, onajonim, Nodirjon, rafiqangizni chaqirasiz. Ana undan keyin kimga? Nodirjon gapirsinlar, gapirmasangiz bo'lmasa ekan, Abdukarim akamning iltimoslari. Xonadonga tashrif buyurganlarga katta rahmat. Ikkita yoshlar qo'sha qarisin, Alloh nasib qilsa keyingi yil shunaqa paytlarda 5 yo'llarda birga uchrashaylik. Rahmat. Ekansiz, 18 yoshligingiz tark etmasin iloyim. Ayollarimizni yoshi hammasi 18 yoshda bo'lsin iloyim. Endi albatta Farhodjon ammajonlari bor ekan, Mo'jidaxon, Mavlidaxon, Sayyoraxon ammajonlar. Farhodjonni ammalari davramizga chiqib, shu bugun olgan kelinlariga xursand bo'lib, qani keling bu yoqqa Farhodjonni ammajonlari. Ammasi yo, ammasi qarindoshni hammasi duo qilsa hammasi ko'p bo'ladi bolasi. Duo qilsa hammasi ko'p bo'ladi bolasi. Hammasi yo'q hammasi qarindoshni hammasi. Qo'lida hamma kelar qoling, o'jida hamma kelar qoling, Sayyorxon hamma kelar qoling. Men boya kelganimda davrani boshlaganimda shu o'tirganlar ammajonlar bo'lsa kerak deb ko'nglimdan o'tkazdim. Ko'nglim to'g'ri chiqibdi, qarang. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Shu Karimjon akam, Salomatxon opam xonadoniga xush kelibsizlar. Ilohim kelgan oyog'inglar og'rimasin. Salomatxon opa, Karimjon aka, sizlarga ming tasanno. Rahmat. Xudochilik shunchalik bo'ladi. Tilak qilganimizda Alloh taolo ijobat qilgani shu bo'lsa kerak. Xudochilik ming yilchilik bo'lsin. Izzatlik, ikromlik bo'lsin degani shu bo'lsa kerak. Hamma ham sizlarga xudo bo'lsin, ilohim. Har banda mana shunday qilib to'kin sochilik, xudochilik qilsin. Akamni o'rniga akalik qilib mana shunday qilib xotirasiga shunaqa qilib dasturxon solganingizga rahmat. Rahmat tantiligingizga hamma ham qilmaydi bu ishda. Omon bo'linglar. Endi bu yoshlarimizga kelsak, ilohim. Kamolaxon bilan Farhodjon jiyanim umrlari uzoq bo'lsin. Tan jonlari sog' bo'lsin. Xudoya bu qudalar bilan ham bordilik, keldilik, izzatlik, ikromlik bo'lsin. Ilohim biz ammalar har doim to'g'rida mana shunday qilib, muqaddasxon chiroyli bo'lib o'tiraveraylik. Jiyanlarni ortiq ko'rish shunday bo'ladi endi. Ilohim hammasiga yetkazsin. Rahmat, salomat bo'ling. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Aziz, hamma bitta begona yo'q ekan. Hammamiz qarindosh ekanmiz. Xudoanda qarindoshlar. Xush kelibsizlar. Bizni shuna aziz akamiz hurmat qilgan insonni xonadoniga. Biz ham siz akam qanaqa hurmat qilganmiz, shu darajada hurmat qilib yaxshi ko'ramiz Karimjon aka. Ilohim avvalambor sizni umringiz uzoq bo'lsin. Salomxon opam bilan qo'sha qaring. Safaringiz bexatar bo'lsin. Oy borib omon qayting. Bolalaringiz baxtiga, O'chxon opam baxtlariga, singillaringiz, ukalaringiz baxtiga eson-omon borib keling. Bolalaringizga. Salomxon opa bundan bir 13 mi, 14 yil burun sovuq qor yog'ib yotibdi-yu, Barnoxon bilan Nodirjonni uchrashib olib chiqqanman. Nilfarxon to'rtalamiz. Ketidan hech qancha o'tmasdan Surayoxonni olib chiqdik. Juda ham
Uni ketidan mana ish qilib taqdir yana nasib qilgan ekan. Sal kunlarda Farhodjon bilan bu Kamolxon qizimni ham olib chiqdim. Ish qilib, yo sovuq u kunlar ham ish qilib shularni yo'lini bersin iloyim. Barnoxon bilan Nodirjonim qo'sha qarisin. Bolalariga bosh bo'lsin. Ketidan Abrorjon bilan Suroyxon qo'sha qarisin. Bolalariga bosh bo'lsin. Iloyim yanaga kelishinglarga chiroyli beshik to'ylarda uchrashishni nasib qilsin iloyim. Ketma-ket o'g'il qizlarni bersin Xudoyim. Uni ketidan sizlarni yo'linglarni Farhodimga ham bersin iloyim. Qo'sha qarisin, baxtli bo'lsin. Mana shu xudalarimizga o'xshagan borishga kelishli bo'laylik Gulmiraxon. Aqllik hech qachon yo'qolmasin. Sizni eshigingizga qadam bosganda so'z berdim. Xudo xolasa xudochilik yomon bo'lmaydi bizlar bilan. Iloyim mana shu va'dalarim ish qilib yuza bo'lsin. Yaxshiliklarda uchrashuvlik, mana shunaqa chiroyli dasturxonlarda sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlardagi Xudo borligidan biz faxrlanamiz. Kam bo'lmanglar. Rahmat. Assalomu alaykum qarindosh urug' xonadonlar. Hammanglar xush kelibsizlar. Mana Karimjon akam, Salomatxon opam, sog' bo'linglar, qo'shganinglar bilan qo'sha qaringlar, umrlaring uzoq, rizqlaring ulug' bo'lsin. Safarlaring bexatar bo'lsin. Endi meni ham ichimdagi gaplarni ikkala opam aytdi endi. Har doim sog' salomat bo'lib o'ynab kulib yuringlar. Rahmat. Mo'jidapa, sovuq tushib qoldi uchrashuvda, qor yog'ib berdi uchrashuvda deyverdingiz. Sovuqdan qochib Afrikaga ketib qolgan akam. Issiq joylarni yoqtirib, inanib ketaysizlar. Qani shu xo'jalarimiz? Sen oldinda. Men bitta o'ynab beraman seni. Bo'ldi, talovat. Çamaşır